Salom do'stlar, bu men UstiXman. YouTube'da birinchi videom bitta like bosib qo'yinglar. Chunki hozir biz Samsung S26 Ultra haqida qisqacha, mo'shni, jaydaracha gaplashamiz. Demak, birinchisi uning dizayni, ikkinchisi bu uning stabillik kamerasi, uchinchisi tonirovkasi, to'rtinchisi narxi, beshinchisi bo'lsa sun'iy intellekt haqida qisqacha gaplashamiz. Bitta like bosib qo'yinglar sizlar ungacha, chunki YouTube'da meni qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rab qolaman. YouTube'da bu birinchi videoyim sizlar bilan UstiX. Qo'limdagi Samsung Galaxy S26 Ultra. Hozir buni qisqacha obzor qilamiz. Bu 2026-yilni eng so'nggi Samsunglaridan biri desam adashmagan bo'laman. Chunki hozir bu Samsung S26 ning dizayni o'tgan safargi, ya'ni S24, S25 Ultra ga qaraganda ancha chiroyli va yon tomonlarini qaraganda, qo'lga ixchamligini qaraganda ancha sifat darajasida zo'r ishlangan. Endi buni ikkinchisi bo'lsa, stabillik kamerasi haqida gaplashamiz. Bu stabillik kamerasi dunyoda boshqa telefonda vobshim yo'q, faqatgina Samsung S26 Ultra da bor. Qaranglar. Hozir sizlarga buni qisqacha qilib isbotlab beraman. Videoga qo'ydim. Mana, aynan shu video qo'yildi. Qaranglar. Kamerani o'zi asli telefonni aylantirganda kamera ham aylanish kerak, lekin bu bir 2 3 4. Ha, 2-3 marta aylantirib yubordim. Mayli, xo'p. Pauza qilamiz va o'sha videoni tomosha qilamiz. Kamerani o'zi asli telefonni aylantirganda kamera ham aylanish kerak, lekin bu bir 2 3 4. 2-3 marta aylantirib yubordim. Mayli, xo'p. Sizlarda aylanmadimi? Ha, bu o'sha shov-shuvlarga sabab bo'layotgan stabillik kamerasi. Endi undan ham qolgan telefonlarni nima qilib qo'ydi Samsung deyishga sabab bo'lgan bu uning tonirovkasi. Tonirovka ancha-muncha telefonda yo'q. U Samsungdan tashqari boshqa telefonda yo'q. Tonirovkani ko'pchilik 2000 so'mlik stiklo bilan hal qilishim mumkin deydi, lekin xato qilishlaring mumkin shu yerda. Bu innovatsiya deyiladi. Ya'ni ekran ichiga tonirovkani tiqish boshqa narsa, stiklo emas. Bu shunaqa narsaki, mana yorug'lik chiqyapti-ku, fonar yonadi-yu, fonar. To'g'ri yonadi. Aynan shunda shu narsa bor. Yoyib yubormaydi. Bitta knopkani bosasizda, mo'mindoq yoyilayotgan nurni bitta uradi, to'g'riga qaratib beradi. Bu vashi zo'r narsa. Mana sizlarga ko'rsataman hozir. Xo'p, do'stlar, qaranglar. Tonirovkani men sizlarga yoqaman ko'zingiz oldida. Ko'rinyaptimi? Hurmatli operator, ko'rinyaptimi? Ekran ko'rinyapti? Tonirovka bosaman. O'chdimi? O'chdi. Yondimi? Yondi. Mana bu tonirovkani qaranglar. Yondimi? O'chirdimi? Qarang, to'xtating. O'chirdimi? Endi qaranglar. Ko'rindimi? O'chdi. Ko'rindimi? O'chdi. Endi qaranglar. Qani, o'zimga ko'rinmay qoldi. Hozir mana. Ko'rindimi? Aynan shu tonirovka odamlar nima yaratib qo'ydi Samsung deyishga sababchi bo'lib qoldi do'stlar. Sun'iy intellekt haqida gapirmasam ham bo'ladi. Sun'iy intellektni haqiqatda yorib tashladi. Chunki nimadurda videoga olasiz yoki rasmga olasiz, mana bu basharani rasmga olib turib, mana basharani rasmga olasiz. Qaranglar, hozir ko'rsataman sizlarga sun'iy intellektni. Xo'p. Aynan shuni mana. Ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti? Ko'zini to'sdimmi? Rasmga oldimmi? Oldim. Ko'zning yarimi yo'qmi? Yo'q. Hozir endi buni boshqa telefonlarda bunaqa darajada sun'iy intellekt bo'lmasa kerak shaxsiy deb o'ylayman. Qaranglar, hozir qo'lim salkam yarimini to'sib turibdi-da. Yarimidan ko'pini ham to'sib turibdi. Aynan bu qo'lni udalet qilaman hozir, qaranglar. Men bunday qilib chizib olaman. O'zimni ham o'chiraman. Mana belgiladim qo'lda. Ko'rdinglarmi? Qo'lida. Endi buni udaletga berdim. Ya'ni yo'q qilishga berdim. Qaranglar. Operator aka. Zagruzka qilyaptimi? 1 2 2,5. Yo'q qildimi?
yo'q qildim. Yaxshimi, zo'rmi, rezultat zo'rmi ko'rganim yo'qdi, chunki o'zim hozirman. Mana do'stlar, mana bu Samsung S26 Ultra haqiqatda yorib tashladi. Agar sizlar meni qo'llab-quvvatlab, shu videoga bitta like bosib, do'stingiz jo'natib qo'ysangiz, keyingi safar tevaga kamera qo'yib qo'yaman-da, sizlarga mo'laloq qilib ko'rsatib o'rmayman-da. Bitta kadr kesib, tevadan kamera qo'ysa, ikkita kamera bilan sehrli ishlasam, bu menga zo'r tuyuladi. Zo'r. Sizlarga ham zo'r bo'ladi. Ya'ni shtobi videolarim ko'rishinglar osonroq bo'ladi. Bu jicha moddiy tomondan menga yetishmovchiliklardan biri. Bitta like bosib qo'yinglar do'stlar, sizlar bilan Samsung S26 Ultra'ning jaydaricha obzori. Buni kimdirlar ko'rishi mumkin. Shu o'rinda toshkentliklar ko'rishi mumkin. Biz toshkentlik emasmiz, biz farg'onalikmiz, lekin kimdirlar ko'rib bachkana, bo'mag'ar deyishlar mumkin. Yo'q, bizni yo'nalishimiz shu. Kimlargadir yoqar, kimlargadir yoqmas, lekin men bilaman, hali ko'pchilik bizni kuzatishda davom etadi va bizga ko'pchilik obuna bo'ladi. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlashlaring kerak do'stlar, chunki YouTube tarmog'iga birinchi bor kirib kelishim. Samsung S26 ni to'liq obzor qilmaganim sababini aytib o'tadigan bo'lsam, 15 kun kech qoldim. 15 kun kech qolganimdan keyin keragi yo'q. Qisqacha bo'ladigan narsalarni obzor qildim va uning oxirgi narxini aytmayapman do'stlar. Narxi hozirgi kunda magazinlarda $1100 bo'lyapti narxi. Nima deb o'ylaysizlar? $1100 arziydimi, yo'qmi? Shuni kommentariyada o'z fikrlaringizni. Arzimaydimi? Qimmatmi? Siz qanaqasiga qimmat bo'ladi? Qimmat emas, normalniy narx, zo'r narx. Ha? Do'stlar, sizlar bilan UstiX bo'ldi va Samsung S26 Ultra bo'ldi. Bitta like, komment, izohlar yozib qoldiring va podpiska bosib qo'ysanglar, keyingi safar harakat qilamiz shtobi boshqa telefonlar birinchi bo'lib chiqsa, eng qiziqarli va jaydar obzor o'zimizda bo'ladi degan umiddaman. Podpiska bosib qo'yinglar. Rahmat. Bu nimaga tushib ketdi pastga? Yurib ketdimi? Samsungning intellektual zo'rda aka. Necha minut bo'ldi? Bir 5 minutcha bo'ldimi? Ha, o'tiraymi?